2026-yilda O'zbekistonda trendda bo'lgan, ya'ni ko'p sotiladigan tovarlarni 10 tasini ko'rsataman. Bu tovarlar aynan o'zimda ko'p sotilmoqda va ko'p foyda bo'lmoqda. Ichida bitta oltin tovar bor. O'sha tovar orqali ko'pchilik noldan yaxshi savdolar qilishni boshlagan. Tanimaganlar uchun Uzum Marketda anchadan beri savdo qilib kelaman. O'zim ham $100 bilan boshlaganman. Hozirda natija qilgan o'quvchilarimiz bor va yaxshi natija qilib kelishmoqda. Shu ekranda natijalar ko'rinadi. Bo'lmasa tovarlarga o'tamiz. 10-tovar bu qizlar uchun taqinchoqlar, uzuklar, shunga o'xshash narsalar. Bular Uzum Marketda yaxshi sotiladi, chunki ko'proq ayol qizlar Uzum Marketdan mana shunaqa narsalarni sotib olishadi. 9-tovar yuz uchun kosmetika kremlar va o'shanga o'xshash narsalar. Bu ham yaxshi sotiladi, chunki ayol qizlarimiz ko'pincha bu narsalarning narxi arzonligi uchun Uzum Marketdan sotib olishadi. 8-tovar trimmerlar, ya'ni soqol olgichlar. Bular ham Uzum Marketda yaxshi sotiladi, chunki hamma erkaklarga kerak bo'ladigan tovar va raqobati ham unaqa katta emas. 7-tovar sport ozuqalari. Kreatin, protein, tipa shunaqa o'xshagan narsalar hozirda bilasizlar, bu fitness temasi oxirgi kunlar juda ham yaxshi rivojlangan. Yoshlar orasida kreatinni ayniqsa juda ko'pchilik sotib olishmoqda va Uzum Marketlarda yaxshi sotilmoqda. Oldin hamma uni zarar deb o'ylashardi, kasha, pasha bir narsalar deyardi. Hozirda fikrlar o'zgargan, talab ancha oshgan, bozor hali ham bo'sh. 6-tovar tishni oqartiradigan tish pastalar. Bular yaxshi sotiladi, sababi hamma tishini oq bo'lishni xohlaydi. Raqobat pashti yo'q, bemalol kirib, ya'ni Xitoydan zakaz qilib sotsangiz bo'ladi. 5-tovar ayol qizlar uchun pomadalar. Aynan pomadalar Uzum Marketda hozir savdolar juda ham yaxshi va raqobat unchalik katta emas. 4-tovar ozishga yordam beradigan choylar va vitaminlar. 3-tovar fenlar. Fenlar albatta yaxshi sotiladi, chunki hali raqobat katta emas va hammaga kerak bo'ladigan tovar. O'zim ham sotaman va yaxshi sotib kelmoqdaman. 2-tovar ro'zg'orga ishlatadigan jihozlar, pichoqlar, qoshiqlar, shunga o'xshash narsalar. Bular ham yaxshi davomiy ketadigan tovarlar hisoblanadi. Yaxshi tovar sotish uchun siz yaxshi tovar tanlashingiz kerak va yaxshi reklama yoqishingiz kerak. Tovar tanlash ko'p vaqt sarflashingiz kerak emas. Uzum baza nomli bot yaratganman. Ichida tayyor tovarlar ro'yxati bor, ya'ni ko'p sotiladigan tovarlar va video darsliklar ham bor. Qanday do'kon ochish, qanday tovar yuklash, xullas kalom kirib ko'rsalaringiz tushunasizlar.